Kasallikdan keyingi davrda qayta tiklanish. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz kasallikdan keyingi asosiy davr bo'lgan va bemorning keyingi hayot faoliyatiga bevosita ta'sir qiladigan reabilitatsiya haqida gaplashamiz. Aynan insult kasalligidan keyingi reabilitatsiya jarayoni. Reabilitatsiya so'zi bu kasallikdan keyingi davrda qayta tiklanish, ya'ni izchillik bilan qayta tiklanish davri hisoblanadi. Reabilitatsiya qachon qilinadi? Qachonki insult kasalligi bo'lgandan keyin insultning belgilari, ya'ni qanaqa belgilar? Harakat buzilishlari, nutq buzilishlari va ruhiy hamda psixologik buzilishlardan keyingi aynan shu buzilishlarni tiklash uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlar yig'indisi reabilitatsiya hisoblanadi. Reabilitatsiyaning insultdan keyingi bosqichida qanday turlari mavjud? Birinchi bosqich, ya'ni eng erta bosqichi hisoblanadigan tibbiy reabilitatsiya. Undan keyin jismoniy reabilitatsiya, nutqiy reabilitatsiya va psixokognitiv reabilitatsiya kabi reabilitatsiya turlari mavjud. Tibbiy reabilitatsiya bu eng erta boshlanadigan reabilitatsiya bosqichi bo'lib, bunda konservativ davo muolajalari insult bo'lgan davrdan boshlab boshlanadi. Ya'ni qon bosimini pasaytirish, qo'shimcha kasalliklarni davolashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi. Jismoniy reabilitatsiya, ya'ni bemorda kuzatilgan parezlar, ya'ni qo'l-oyoq harakatidagi kuchsizliklarni tiklash uchun bemorni bevosita oyoqqa qo'yish, muvozanat va koordinatsiya holatlarini yaxshilash uchun bajariladigan chora-tadbirlar majmuasi. Nutqiy reabilitatsiya, ya'ni bemorning so'zlashish qobiliyatini va boshqalarni tushunish qobiliyatini yaxshilash, o'qish va yozishdagi buzilishlarni tiklash maqsadida amalga oshiriluvchi reabilitatsiya jarayoni.